Bütün dünya boyunca kızlarning nazardagi eng kelishgan 7 topçu bilan tanışıp chiqadi. Zodi kimlar qanday futbolchi bo'lsa, qizlarning ko'ziga mushta chiroyli ko'rindi bir bilib aqili. Birinchisi zodi kim o? Neymarmi, Ronaldomi? Bahram emasdi. Buni qizvallar o'zi bildi-ku. Ko'rib aqiliqini kimlar bor tizimlikda. Bütün dünyadaki kızlarning ko'ziga eng kelishgan ko'rinadigan futbolchilar tizimligida 7-o'rinda turdig'ini Kaka. Kaka 1982-yil 4-oyning 22 kuni Braziliya Gama tug'ilgan. Braziliya Italiya qo'sh davlat tavalligidagi Braziliya kasbiy futbol tanarkachisi, ammo 2017-yili bu kasbdan chekinibdi. 6-si Beckhamni kelishgan deb qaraydiganlarning go'zallik qarshi xili bo'p qo'ydi hamdi. Bu 1975-yili Angliyaniki London shahar tug'ilgan sobiq Angliya kasbiy futbol tanarkachisi. 2013-yili 5-oyning 16-kuni musobaqa oxirlashgandan keyin rasmiy bu kasbdan chekinib chiqqan. 5-si Messi'ni kelishgan deb qaraydiganlar cho'qim go'zallik qarashinglarda masla bojimi. Messi hamda donglik shaxs, sat emas xolos. U 1987-yili 6-oyning 24-kuni Argentina tug'ilgan. Mijozi kichik fel. 2022-yillik Qatar Dunyo Lonqus musobaqasida u o'z kuchiga tayanib Argentinani hal qilg'ish musobaqasiga elib chiqdi. Bu yil bir nima demak taschimi? Hamda 4-si David Villa. David Villa 1981-yili 12-oyning 3-kuni Ispaniya tug'ilgan. Uning taqdiriga kelishgan bo'lib, nurg'un qizlarning yuragini kuydirgan deyishga bo'ladi deydi. Rasmi mushkap hamda. Hamda bu futbol maydonida qoldi hujumchi to'pni noch o'ynaydi. Buningga ham ko'z yummaymiz. 3-si Neymar deydi qo'y. Neymar bo'ldi hamda taqdiriga xil joyda Braziliyaniki kelgusdagi boshlamchisi deb ta'riflanib kelgan bola tebo. 2013-yilda xalqaro birlashma Lonqusda Ispaniya komandasini yengib, chempion bo'lgandan keyin davlat komandasiningki har qatimliq musobaqasida Neymarning ifodasi qaltis bo'lgan. 2016-yili Braziliya komandasiningki Olimpik tanarkat musobaqasida oltin medal berishga yordam bergan. Turdashlarning deyishicha Neymar qizlarga berilib ketmagan bo'lsa, bu vaqtcha hozirgidimi ko'p utuqlarga erishgan bo'ladi deydi. Rasmi mushkap. Ikkinchisi Casillas ilgari futbol dunyosidagi eng kelishgan, eng qaltis vartajdi. Mayli Xalq Madrid yoki Ispaniya davlat komandasi bo'lsin, u kapitallik salohiyati bilan qaltis natijalarni qo'lga keltirgan bola. Kelishganlik darajasida 2-o'rin turdi ekan. Buning ham gap yo'q. Birinchisi Cristiano Ronaldo. Ronaldo dunyodagi eng boy futbolchilarning biri. Bu kelishganlik o'rniga Ronaldo chiqmasa, hech kim chiqib bo'lmaydi. Navada Ronaldo'ni kelishgan emas deydiganlar bo'lsanglar, bo'ldi berib boshqa zopin ko'ranglar bo'ldi. Hamda Ronaldo'ningki sansizligan ayol mastanlari uning uchun barlig'ini beg'ishlashga rozi ekanligini bildirgan. Atrofinglardami Bado Ronaldo uchun barlig'ini beg'ishlashga rozi qizg'anlar. Hamda inkas rayoni sizga qoldi. Sizning nazaringizda kim birinchi bo'lishga loyiq? Mbappemi ya? İnkas rayonining yezbekni qani. Anda meni qo'shiling, siz anglab baxmagan mazmunlarni yo'llab turma, ko'rib baxmagan mazmunlarni tan ko'rimiz, qo'shib olmasangiz adat topolmay qolasiz.